Hop, demek stereometriyani boshlanish tushunchalarini o'rganamiz. Fazoda to'g'ri chiziq va tekisliklar. Tekislikni keyinchalik mana bu ko'rinishda chizamiz. Xuddi yomg'irdan keyingi qolgan ko'lmakka o'xshash. Yomg'irdan keyingi ko'lmak tep-tekis, ideal tekis bo'ladi. Hop, tekislikdan tashqarida nuqta mavjud. Demak, aksioma. Tekislikdan tashqarida nuqta mavjud. Bu isbot talab qilmaydi. Tekislikdan tashqarida A nuqtani oldik. Tekislikdan tashqaridagi nuqtani tekislikdagi istalgan nuqta bilan tutashtiradigan bo'lsak, uni og'ma deb ataymiz. AB kesmamiz og'ma ekan. A nuqtadan tekislikka cheksiz ko'p og'malar o'tkazish mumkin. Ulardan qaysidir bittasi eng kichik bo'ladi. Nuqtadan, demak, tekislikdan tashqaridagi nuqtadan tekislikka o'tkazilgan eng kichik og'mani keyinchalik perpendikulyar deb ataymiz. Mana tekislikdan tashqaridagi nuqtadan tekislikka o'tgan eng kichik og'mani perpendikulyar dedik. Endi og'ma va perpendikulyarning tekislikdagi uchlarini tutashtiruvchi kesmani, ya'ni BC kesmani AB og'maning tekislikdagi proyeksiyasi deb ataymiz. Demak, og'ma va perpendikulyarning tekislikdagi uchlarini tutashtiruvchi kesma og'maning tekislikdagi proyeksiyasi. Proyeksiya degani soya deb atalar ekan. Yozib olasizlar. Demak, ta'rif og'ma, mana bu og'ma va uning tekislikdagi proyeksiyasi orasidagi burchakni og'ma va tekislik orasidagi burchak deb ataymiz. Bu burchakni alfa deydigan bo'lsak, burchak sinusi qarshidagi katet, ya'ni perpendikulyarning gipotenuzi, ya'ni og'maga nisbati, perpendikulyarning og'maga nisbati bo'lyapti. Bu burchakni kosinusi yonidagi katetning gipotenuziga nisbati, ya'ni proyeksiyani og'maga nisbati bo'lyapti. O'tkir burchak tangensi qarshidagi katetning yonidagi katetga nisbati. Demak, tangens alfamiz perpendikulyar bilan proyeksiyani nisbatiga teng. Perpendikulyarimiz tekislikdagi istalgan chiziq bilan 90 gradus burchak tashkil etadi. Demakki, og'ma, perpendikulyar va proyeksiya to'g'ri burchakli uchburchakni tashkil etyapti. Ular uchun Pifagor teoremasi o'rinli. Pifagorga ko'ra katetlar kvadratlari yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng. Yozib olinglar. Hop, tekislikdan tashqarida A nuqtadan tekislikka ikkita og'ma o'tkazdik. Og'malarda uzunliklari turlicha bo'lsin. Aytaylikki, AB og'mani uzunligi AC og'madan kichik bo'lsin. Hop, AB'miz AC'dan kichik. A uchidan perpendikulyar o'tkazdik. Perpendikulyar o'tkazsak, BD'miz AB og'maning proyeksiyasi, CD esa AC og'maning proyeksiyasi bo'lyapti. Mana bu tenglikda har ikkala qismini kvadratga oshiryapmiz. AB'ni kvadrati kichik AC kvadratdan. Pifagor teoremasiga ko'ra AB'ning kvadrati AD kvadrat plus BD kvadratidir. Mana xuddi shunday AC'ning kvadrati AD kvadrat plus CD kvadratga teng. Tenglikda har ikkala qismidan AD kvadratlarni ixchamlashtirdik. BD kvadrat kichik CD kvadrat bo'lsa, demakki BD'miz CD'dan kichik. Ya'ni kichik og'maning tekislikdagi proyeksiyasi katta og'maning tekislikdagi proyeksiyasidan kichik bo'ladi deb ko'rsalab qo'ydik. Kichik og'maning proyeksiyasi katta og'maning proyeksiyasidan kichik bo'ladi. Yozib olasizlar. Deylik, tekislikdagidan tashqaridagi A nuqtadan tekislikka bir xil uzunlikdagi ikkita og'ma o'tkazaylik. AB og'ma uzunligi AC og'ma uzunligiga teng bo'lsin. Hop, A nuqtadan tekislikka perpendikulyar o'tkazdik. Bu perpendikulyarimiz tekislikdagi har qanday chiziq bilan o'zaro perpendikulyar. BD'miz
AB og'maning proyeksiyasi, CD esa AC og'maning proyeksiyasi bo'lyapti. AB ni kvadrati AD kvadrat plus BD kvadrat mana qo'ydik. AC ning kvadrati AD kvadrat plus CD kvadratga teng. Tenglikda AD kvadratlar aqchamlashadi. BD ning kvadrati bilan CD ning kvadrati teng bo'lsa, demakki BD bilan CD ning uzunliklari teng. Mana BD bilan CD ning uzunligi teng. Bundan xulosa chiqaramiz. Ayni bir uzunlikdagi og'malarning tekislikdagi proyeksiyalari o'zaro teng. AB og'ma bilan AC og'ma teng bo'lsa, ularning proyeksiyalari ham o'zaro teng bo'ladi. Olasizlar. Aytaylikki, mana tekislikdan tashqaridagi A nuqtadan bir xil uzunlikdagi bir nechta og'malarni o'tkazaylik. AB, AC, AD, AY og'malar o'zaro teng bo'lsin. Hop, A uchidan perpendikulyar o'tkazdik. Biz boya aytdik, og'malarning uzunliklari agar o'zaro teng bo'ladigan bo'lsa, ularning tekislikdagi proyeksiyalari ham o'zaro teng bo'ladi. Demakki, BO, CO, DO, YO kesmalar o'zaro teng. Shunda B, C, D, Y nuqtalarimiz O'dan teng uzoqlikda joylashyapti. O'dan bir xil masofada joylashgan bo'lsa, ular orqali nima o'tkazishimiz mumkin? Aylana o'tkazishimiz mumkin. Ya'ni B, C, D, Y orqali markazi O bo'lgan aylana o'tkaza olamiz. Xulosa, ayni bir uzunlikdagi og'malarning tekislikdagi uchlari orqali aylana o'tkazish mumkin. Aylanani markazi perpendikulyarning tekislikdagi uchidan iborat bo'ladi. Siz olasizlar. Ortogonal proyeksiya yuzini keltiraylik. Deylikki, mana tekislik ABC uchburchakning AB tomoni orqali o'tkazildi deylik. C uchidan tekislikka perpendikulyar o'tkazaylik. C1imiz perpendikulyar. BC ni soyasi BC1 ga tushadi, AC ni soyasi AC1 ga tushadi. Shunda ABC1 uchburchagimiz ABC uchburchakning ortogonal proyeksiyasi, ya'ni tik soyasi bo'lyapti. Deylikki, C uchidan CD perpendikulyar o'tkazaylik. CD'miz AB ga perpendikulyar bo'lsa, uni proyeksiyasi ham AB ga perpendikulyar bo'ladi. CD va uni proyeksiyasi orasidagi alfa burchak ABC uchburchak bilan tekislik orasidagi burchak hisoblanadi. CD C1 uchburchakda alfa burchakning kosinisi yonidagi katsning gipotenuzaga nisbati edi. C1'ning C1'ga nisbati. CD ko'paytirish o'tadi. Tenglikda har ikkala qismini 1/2 AB ga ko'paytiryapmiz. Har ikkala qismni 1/2 AB ga ko'paytirsak, 1/2 AB ko'paytirilgan C1'da mana bu asosi va balandlik ko'paytmasining yarmi ABC1 uchburchakning yuzini beradi. AB ni CD ga ko'paytirib 2 ga bo'lsalaring, ABC uchburchak yuzini beradi. 1/2 AB ko'paytirilgan CD'miz S ABC ga teng. Biz yuqorida aytdik, ABC1 uchburchak, ABC uchburchakning ortogonal proyeksiyasi. Shunga ortogonal proyeksiyaning yuzi, uchburchakning yuzi va ular orasidagi burchak kosinus ko'paytmasiga teng. Xo'p, sodda misollar. Mana ABC to'g'ri burchakli uchburchak, perpendikulyar uzunligi 12, og'maning uzunligi 20 bo'lsa, proyeksiyaning uzunligini topish kerak. Pifagorga ko'ra 16 bo'lyapti. Mana bu uchburchakda demak tekislikka og'ma o'tkazilyapti. Og'ma bilan tekislik orasidagi burchak 30 gradus. Perpendikulyar 12 bo'lsa, og'maning tekislikdagi proyeksiyasini topishimiz kerak.
o'tkir burchak tangensi qarshisidagi kachning yonidagi kachga nisbati edi. Tangens 30 gradusda 1/3. AB'miz shartga ko'ra 12, BC noma'lum. Proporsiyaga ko'ra BC'miz 12/3. 11-misolda mana tekislikdan tashqarida A nuqtadan AC og'ma o'tkazilyapti 13, AB og'ma uzunligi 15. AB og'maning tekislikdagi proyeksiyasi 9 bo'lsa, AC og'maning tekislikdagi proyeksiyasi so'ralyapti. ACH uchburchak uchun Pifagor teoremasini yozsak, x kvadrat plus h kvadrat teng 13 ning kvadrati. Xuddi shunday ABH uchburchak uchun Pifagor teoremasini yozsak, 9 ning kvadrati plus h kvadrat teng 15 ning kvadrati. Ikkinchi tenglikka ko'ra h 12 bo'lyapti. 12 ni birinchi tenglikka keltirib qo'ysak, x'imiz 5. Demak, AC og'maning tekislikdagi proyeksiyasi 5 bo'ldi. Yoza olasizlar. 16-misol. Demak, AC va BD tekislikka perpendikulyar o'tyapti. Mana bu burchaklar 90 gradus. AC perpendikulyar uzunligi 10, BD perpendikulyar uzunligi 4. Hamda AB'ning tekislikdagi proyeksiyasi 8 ga teng bo'lsa, AB og'ma uzunligini aniqlash kerak. Buning uchun yordamchi chiziq o'tkazaylik. B nuqtadan DC ga parallel bo'lgan BB1 kesmani o'tkazaylik. Xo'p, DC ni uzunligi 8 bo'lsa, bunisining uzunligi ham 8 bo'ladi. BD bilan B1C ni uzunliklari o'zaro teng. Bu 4 bo'lsa, bunisi ham 4. Bu holda bu necha bo'ladi? 10 edi. 4 bo'lsa, qolgan qismi 6. Endi AB B1 uchburchak uchun Pifagor teoremasini qo'llasak, x ning kvadrati teng 6 ning kvadrati plus 8 ning kvadrati. Bundan x teng 10. Demakki, AB og'ma uzunligi 10 bo'ldi. Bunisida xo'p, AB og'ma tekislikni qandaydir O nuqtada kesyapti. A nuqtadan tekislikkacha bo'lgan masofa 8, ya'ni mana perpendikulyar 8. B nuqtadan tekislikkacha masofa 4 hamda og'mani uzunligi AO'ni uzunligi 15 bo'lsa, CD kesma uzunligini aniqlashimiz kerak. Aytaylikki, CO kesma uzunligi x bo'lsin. Birinchi amal AOC uchburchak uchun Pifagor teoremasini qo'llasak, x ning kvadrati plus yerda aniqlik kiritaylikda. AB'miz uzunligi 15 midi yoki AO mi? Dedik, bu yerda yordamchi chiziq o'tkazaylik. Demak, AB ni uzunligi 15 ekan. CD ga parallel bo'lgan B1 ni o'tkazyapmiz. Mana. AB B1 uchun Pifagor teoremasini qo'llaylik. AB B1 uchburchakda B1 ning kvadrati plus teng plus AB1 ning kvadrati teng AB ning kvadrati. Xo'p, BB1 kesmani uzunligi CD kesma uzunligiga teng, ya'ni CD ning kvadrati. AB1 kesmamiz bu 8 edi, bu 4 bo'lsa, bunisi ham 4 ga teng. Mana. Shunda AB1imiz 12 ekan. 12 ning kvadrati. AB shartga ko'ra 15 ekan, 15 ning kvadrati. Shunda CD ning kvadrati 3 ko'paytirilgan necha 27 81 bo'lsa, CD'miz 9 ekan. Yozib olasizlar. Xo'p, demak,
BC og'ma tekislik bilan 45 gradus burchak tashkil etyapti. BD og'ma tekislik bilan 30 gradus burchak tashkil etyapti. BA perpendikulyar 4 ga teng. BC va BD og'malar orasidagi burchak 45 gradus bo'lsa, og'malarning tekislikdagi uchlari orasidagi masofa, ya'ni CD ni aniqlashimiz kerak. Birinchi amal ABC uchburchakda mana burchak sinusi sinus 45 gradusimiz qarshisidagi kachtning gipotenuzaga nisbatiga teng. AB ning BCga nisbati. Sinus 45 gradusda qiymati ilzosida 2 taqsim 2, AB 4. BCni aniqlaylik. Xo'p, shunda BC'miz necha bo'lyapti? 4 ilzosida 2 bo'lyapti. BC'miz 4 ilzosida 2 bo'ldi proporsiyadan. Ikkinchi amal BAD uchburchakda 30 gradus burchak qarshisidagi katet gipotenuzaning yarmiga teng edi. Demak, BDni 8 deya olamiz. Ya'ni sinus 30 gradusimiz AB taqsim BD 1 taqsim 2, AB'miz 4, BD noma'lum bo'lsa, BD 8 ekan. Uchinchi amal BCD uchburchakda, mana BCD uchburchakda kosinuslar chegirmasini yozsak, CD ning kvadrati, ya'ni 45 ning qarshisidagi CD kvadrat teng BC kvadrat plus BD ning kvadrati minus 2BC BD kosinus 45 gradus. CD bizga noma'lum. BC'nin uzunligi 4 ilzosida 2. BD'nin uzunligi 8. Hop, BC'miz 4 ilzosida 2, 8 ilzosida 2 taqsim 2. Hop, CD kvadrat teng 32, 64. Mana bu ilzosida 2'larimiz 2 bilan qisqaradi. Bu ham 64 bo'ldi. CD ni kvadrati 32 ekanligidan CD'miz 4 ilzosida 2 yozib olasizlar.